Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta video ostida bir dona like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda prezident qarori mukofot puli beriladi. Bu mukofot pulini qanday olsa bo'ladi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. O'zbekistonda mahallalarda sog'lom turmushni targ'ib qilganlarga 15 million so'mgacha mukofot beriladi. Bu haqida 7-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, yaqin 9 yilda mamlakatda 1774 ta zamonaviy sport maydonchasi va 200 dan ortiq yirik sport inshooti ochilgan. 4000 ga yaqin xususiy sport klublari tashkil etilgan. Shu davrda professional sportchilar va olimpiada terma jamoasi a'zolari soni 2 barobarga, paralimpiada sportchilari 3 barobarga ko'paydi. O'zbekiston sportchilari xalqaro musobaqalarda 452 ta oltin, 418 ta kumush va 501 dona bronza medallarni qo'lga kiritgan. Video selektor yig'ilishida maktablardagi sport to'garaklari tashkil etish va bolalarni jalb qilishdagi kamchiliklar tanqid qilindi. Masalan, Toshkentda 15 ta maktabda sport to'garaklari nomiga mavjud, ammo atigi 3-4 nafar bola ishtirok etayotgani ma'lum qilindi. Shu bois hokimlarga maktablarda sport to'garaklari uchun sharoit yaratish vazifasi qo'yildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.